aholining davlat idoralariga ishonchini mustahkamlash maqsadida har bir hududda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari va virtual qabulxonasi tashkil etilganidan xabardorsiz albatta. Shu o'rinda yana bir fikrni afsus bilan aytish to'g'ri keladi. Agar prokuratura organlari va boshqa tegishli idoralarimiz o'z vazifasini vijdonan, qonuniy asosda bajarganda edi, biz xalq qabulxonasini tashkil etishga majbur bo'lmas edik. Bu prokuratura ishiga berilgan o'ziga xos baho desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Mana shu tanqidiy fikrlardan xulosa qilgan holda prokurorlar tegishli hokimliklar va boshqa mutasaddi idoralar bilan birgalikda markazda va joylarda bu ishlarni to'g'ri tashkil etishi, fuqarolardan tushgan murojaatlar to'liq va muddatida ko'rib chiqilishi ta'minlash zarur. Agar sizlarning eshiklaring ochiq bo'lganda, odamlar xalq qabulxonasiga emas, prokuror xonasiga borardi. Men pastda ishlagan odamman. Agar prokuror adolatli bo'lsa, bu prokurorning otasiga rahmat, adolatli deydi. Lekin xalq biladi, qaysi prokuror qanday qadam qo'yishini. Bundan tashqari, kimning gaplari real voqelikka tushish yoki tushmasligi bo'yicha turmush o'rtog'im va men O'zbekiston Respublikasi Psixologlar assotsiatsiyasining sud psixolog ekspertizasidan o'tkazilmadi-da. Masalan uchun men yolg'on gapirayotganim, yolg'on gapirmayotganim bo'yicha ekspertiza o'tkazilishi lozim edi deb hisoblayman, lekin bu ham o'tkazilmadi. Turmush o'rtog'im Sattorov Maliga 2021-yil sentyabr oyining boshida homilador bo'lganligini, 2021-yil 26-sentyabr kuni ertalab soat 6:00 da uni jinsiy zo'ravonlik qilib, shafqatsizlarcha men uni kaltaklaganligim bo'yicha ko'rsatma bergan va soat 9:00 borib uni homilasi tushganligini iddao qilgan. To'g'ri, sud protsesslarida uning homilasi tushganligi rad qilindi. Lekin uning o'sha homilasi tushganligi jarayonidagi holat ham yolg'onligini isbotlovchi men aniq dalillarni keltirib o'tib ketaman. Mana sud tibbiy fanlar nomli kitobning 47 va 46-betlarini ochamiz. Mana yozib qo'yibdi. Mana 46-beti mana. Erta muddatda homiladorlik gormonal va biologik reaksiyalar yordamida bir oz kechki homiladorlik bachadonni ultratovush tekshiruvi yordamida aniqlanadi deyapti. Ultratovush yordamida. O ko'rmashib aytyapti. Men orqa chiqarib teshigiga barmog'imni tiqib ko'rib silliqlanish. Uni barmog'ida rentgen bormi? Uzi apparati bormi uning? Qanday qilib silliqlanish aniqladim desa, men barmog'imni tiqib ko'rdim deyapti, aniqladim deyapti. U vanga o'shqa fol ochyapti-da, tiqib ko'rsa barmog'ida datchik bormi? Hop, buni sfintr tonus pasaygan, sfintr tonusining pasayish darajasi qancha? Qancha bo'ladi? 1 mi, 2 mi, minusmi, plusmi? Uni aniqlash darajasi bo'lish kerak. Men sizga elektr bo'ladigan bo'lsam, indikator bilan borib ko'raman. 220 voltmi, 180 voltmi? Qancha beryapti kuchlanish? Amper qancha? Men apparatim, men qo'limni tiqib ko'rmayman rozetkaga borib. Bunday qilib. Tok uradimmi yo'qmi? Men aqlan sog'lomman, jinni emasman-da. U barmog'ini tiqib ko'rgan ekan silliqlanish sezibdi-da. Uning qo'lida qanaydir bir apparati bo'lsa kerak, datchik bo'lsa kerak-da, sezadigan. Endi ushbu kitobning 46-47-betlariga men to'xtalib o'tib ketaman. Endi unda nima deyapti? Bunda ekspertizalarga odatda akushер ginekologlar jalb etiladi. Erta muddatli homiladorlik gormonal va biologik reaksiyalar yordamida biroz kechki homiladorlik bachadonning ultratovush tekshiruvi yordamida aniqlanadi. 4-oyidan boshlab esa homiladorlik aniqlash qiyinchilik tug'dirmaydi. Shuning aytish kerakki, homiladorlikni erta muddat 10 haftagacha bachadon chanog'ida bo'shlig'ida joylashgan vaqtda jarohatlar bola tushishiga olib kelishi mumkin. Lekin men turmush o'rtog'imni 10 hafta yashamaganman, 69 kun. 9 hafta, 69 kun yashaganman, men 9 hafta bo'lgan. 10 hafta yashamaganman. 10 haftadan keyin deyapti. Homilador tushishi mumkin deyapti. Men 10 hafta yashamaganman va eng qizig'i sentyabr oyida homilador bo'ldim deyapti. Sentyabr bo'ladigan bo'lsa, u oktyabr kelgan 30 kun muddat bo'lyapti. 30 kun bo'ladigan 4 hafta bo'lyapti. Mayli 1-sentyabr kuni homilador bo'lgan bo'lsa ham, men 1-oktyabr kuni turmush o'rtog'im ketyapti. Tamom. 30 kun muddat ichida mana bu kitobga tushmayapti-da, mana real kitobda yozilgan ma'lumotga tushmayapti. 10 hafta deb beryapti mana. Kitobda yozib qo'yibdi mana, kitob yozib qo'yibdi mana. 10 hafta deb yozib qo'yibdi. 10 hafta homiladorlik aniqlash mumkin va homiladorlik tushishi mumkin ekan. 10 hafta ichida. Ya'ni turmush o'rtog'im Sattorov Maliga aytayapti, men hojatxonaga borgan vaqtim meni zo'rlaganligi tufayli va urganligi tufayli
yong'oq kattaligidagi laxtaqon dumalab tushib ketdi deyapti. Sud prosesslariga ekspert, ginekolog chaqirtirdi, Qo'chqorov ekan, ism familiyasi esimda, shu insonga rahmat. U aytdiki, homila hech qachon dumalab tushib ketmaydi dedi. Suyuqlik oqib ketadi dedi. U bo'lishi mumkin emas deyapti. U miyasida qandaydir o'ylab topgan narsalari tergovchi bilan kelishgan holatda bu ayblov xulosasiga tushirganda, o'ylab topgan narsasini. Tergovchi ham aytayapti, siz deyapti, orqasiga burilgan paytingizda bochadan devor bunday qayrilib turar ekan deyapti. Ekspert barmog'ini tiqib ko'rgan paytida haqiqatan bochada devor bunday suravergan deyapti. Mana qo'pol paytini detskiy gap bo'lyapti-da. Bu значит, Jumagilda Sattarovning o'rni tergovda emas, u ekspert bo'lib ishlash kerak. U vrach bo'libmi, akshir ginekolog bo'lib ishlash kerak-da. Tergovchining aytayotgan gapi meni osmondan olayotganim yo'q. Qaror qabul qiluvchi tergovchining aytayotgan gapi. Uni gapirayotgan gapiga kirgim keladi. Tergovchi Jumagilda Sattarov mana shu kitobni, mana shu kitobni o'qisin. Aql yetmayotgan, bilim yetmayotgan bir xil chala savollar mana shu kitobni o'qisin. Endi 10 haftagacha bo'lgan muddatda degan aniqlanishi mumkin deyilgan. Unda ham deyapti. Qoringa, jinsiy a'zolarga qattiq zarba bo'lganda, dumbasi bilan qattiq yiqilganda qorin ezilishda bola tushishi mumkin 10 haftadan keyin deyapti. Bu o'zidan o'ziga ham uni homiladorligini o'ylab topganligi, bu soxtaligini isbotlaydi. Bu soxtada, ochiqchasiga soxtaligini bildirdi. Endi xo'p, turmush o'rtog'im 2021-yil 26-sentyabr kuni aytayaptiki, meni zo'rladi deyapti va o'zini ko'rsatmasda va onasini ko'rsatmasda ham 25-oktyabr kuni onasi uyga mehmonga kelyapti, uyda yotyapti. Ertalab soat 6da men turmush o'rtog'imni zo'rlayapman, urayapman, homilasini tushirayapman, sochidan sudrab poyezga olib chiqarib degan ko'rsatmasda shunaqa beryapti. Aqlga sig'maydi-da. Mana bu xonada bitta devor bu yoqda onasi yotibdi, mehmonga kelgan, men uyimda yotibman, xonamda. Ertalab soat 6da men uni zo'rlayapman, sochidan tortib uribman, homilasi tushibdi. Lekin hech kim hech narsani bilmaydi. Hech kim hech narsani bilmaydi, jimjitlik. Soat 9ga borib homilasi tushib qolyapti. Real haqiqiy holatga tushmaydi-da, aytayotgan gap tushmaydi. O qaror qabul qiluvchi yoki bu boshqa nima deydi, prokuratura shuni tasdiqlayotganda bir e'tibor qaratmaydi. Bu nima bo'lyapti xona? Holat qanaqa bo'ladi? deb e'tibor qaratmagan. Faqat maqsad ayblab berish. Endi turmush o'rtog'im Sattarova Malika sentyabr oyida agar homilador bo'lgan bo'lsa, 25 kun muddat ichida homilasi yong'oq kattaligida bo'lganligi, uni laxtarxon dumalab tushib ketganligi bu soxtada yolg'on. Homilasi tushganligi yolg'on. Xullas qalam 2021-yil 26-sentyabr kuni turmush o'rtog'im Sattarova Malikaning onasi Rajabova oilaga uyimizga mehmonga kelgan bo'lib, ertasi kuni ertalab, ya'ni 26-sentyabr kuni soat 8lar atrofida qaynonamni uyga olib borib berish uchun avtomashinada olib ketdi. Va ushbu kun uyimizga mehmon kelgan, Xudo rahmat qilsin, Xurramova Shakar opa deganimiz bor edi, u kelini bilan kelgan uyga. U kishini uyimizga kelgan, turmush o'rtog'im aytayapti, tergov deyapti, menda hamma joyim ko'karib ketgan edi, shilimam bor edi, homilam tushdi deyapti. Bu bo'yicha ushbu shaxslar nima uchun so'roq qilinmagan? Ular chaqirib, ular haqiqatan ko'karish alomatini ko'rganmi, homila tushishini ko'rganmi? Bormi, yo'qmi? So'roq qilinmagan, lekin menga umuman qo'shnim bo'lmagan 4 ta uy nariyoqdagi shaxslar so'roq qilingan. Ishga real holatga kerakli bo'lgan shaxslarni aytganman, so'roq qilinmagan. Tergov Jumagilda Sattarov bu shaxslar so'roq qilmagan. Hozir mana kelini hayotiga kelini chaqirib so'roq qilsa, haqiqatan shunaqa alomat ko'rganmi? Homilasi tushganligini, ko'zi ko'karganligini yoki sochidan tortganligini ko'rganmi? Shunaqa alomat borligini ko'rganmikan? So'roq qilish kerak edi, so'roq qilinmagan. Men aytgan shaxslarning birortasi so'roq qilinmagan. Bundan tashqari 2021-yil 1-oktyabr kuni men bilan birga Angor tumanida markazdagi juma namoziga borgan do'stim Murodov To'lqin bilan birga edim. Uyimizda janjalni kelib chiqish sababini o'sha To'lqin oshnam mening do'stim to'g'ri holatda ko'rgan, lekin u nima uchun u so'roq qilinmaganda Misr Batqam so'roq qilgan. Misr Batqam soat 23:00 men telefon qilayotganimda xotinim orqasidan shunaqa holat bo'ldi, quchoqlamoqchi bo'ldi. Uni men qarshilik qilgan uchun urib tashladim, tepib tashladim deb aytgan ekan. Bu tergovda shunaqa ko'rsatma beryapti. U jinnimi? Soat 7da bo'lyapti, kechki payt holat. Lekin 23larda vaqt ham tushmayapti bir-biriga qarama-qarshi.
Lekin ushbu kuni men haqiqatan 1-oktyabr kuni 2021 juma namoziga bordim. Do'stim Murodov To'lqin bilan chiqdim. Uning rahmatli momasining hidoyisi bo'layapman. Unda qoldim. Vaqt tushmayapti-da. Men u bilan do'stim bilan birga qolyapman. Kechki vaqt soat 1da do'stim bilan kelyapman. U uyda nima holat bo'lyapti? Uyda nima problema, nima muammo bo'lyapti? Janjalning kelib chiqish sababi nimadan iborat? Nimaga uni so'roq qilmayapti? Bu shaxslar menga aytayapti, biz tergovga bordik deyapti. Tergovchi Jumagildi Sattorov Angor tuman ichki ishlar bo'limining tashqi tarafdan Og'iz aka biz bilan gaplashdi deyapti. Akam Yusuf Olimov aytayapti, tashqarida gaplashdi. Bizlarga kerak bo'lsa chaqirib olamiz, qaytarib jo'natib yubordi. Bizlar yozma ravishda ko'rsatma olmadi deyapti. Jumagildi Sattorov nima menga qasdi bormi? Nima menga shunday qiladi? Mening foydamga guvohlik beradigan shaxslarga guvohlik qilmagan, notarial hujjatlari qo'shmagan, video syomkalarni yo'q qilgan, dalillarni inobatga olmagan. Qayerda kim aybdor, kim firibgar? Mana sud hal qiluv qaroriga asosan mana chiqaryapti. Sud hal qiluv qaroriga asosan Misirov Adham aytdi, Konstitutsiya sudi 287 million so'm, ma'naviy zarar 3 million so'm, 12 million so'm ish haqini ko'rsatib beryapti. Sud aniqladi-ku mana. Nechun men o'z vaqtida Jumagildi Sattorov qilmadi? Avtomashina pulimdan hozir, chunki bular bitta guruhda bo'lgan tergovchilarda bular bir-birining ishini aybini yopish bilan ovora bo'lyapti. Avtomashinamni video syomkasi turibdi-ku. Men agar yolg'on gapirsam bo'lardi ekan, bokas bo'lganida. O'sha 5 million pulni ham olmaganman desam bo'lardi. Lekin men o'g'il bola aytib 5 million pulni haqiqatan olgan guvohi yo'q. Video syomkasi ham yo'q. 24 million to'liq olganim yo'q desam bo'lardi. Lekin men mard aytib 5 million pul olganman. Ertaga uni javobi olganman, lekin qolgan pulimni berdi-ku ular. Menga avtomashina beraman deb olgan. Uyimni Volkswagen mashina olib berganman. Ishonchli hujjatlari bor. Yozishma skrinshotlari bor. Nima inobatga olmayapti? Nima jinoyat ishi ochmayapti? Chunki bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bor, bu yerda o'sha ayrim mansabdor shaxslarning jinoiy qilmishlarini yopish bilan ovora bo'lyapti. Maqsad shu. Endi bundan tashqari turmush o'rtog'im Sattorov Malikaning akasi Shaharov Anvarning birinchi turmush o'rtog'i Shaydullayev Iqbol yangidan ko'rilgan sud protsesslarida, ya'ni 2022 6-oktyabr kuni ko'rsatma berdi. Turmush o'rtog'im Sattorov Malika nima desam ekan, maishiy buzuq qiz bo'lganligini, menga soxta o'zini dindor qilib, o'zini ijobiy qilib ko'rsatganligini, meni aldab turmushga chiqqanligini, o'zi haqiqatan ko'cha qizi bo'lganligi haqida ko'rsatma berdi. U mendan oldincha Abdulla degan yigit bo'lgan ekan, o'sha bilan to'y bo'lib, to'y to'xtatilganligi, uni aybi chiqib qolganligi sababli shunaqa holatlar bo'lganligi haqida batafsil ma'lumotlarni aytib berdi. Lekin sud buni inobatga olmadi. Tergovchi Jumagildi Sattorov buni so'roq qilish kerak, so'roq qilmagan, lekin biz qayta bu Shaydullayev Iqbol ijtimoiy tarmoqlarga video murojaat bilan chiqqan, buni video murojaati ham bor. O'shandan keyin majbur bo'lib sudya uni so'roq qilishgan. Yangidan ko'rilgan apellyatsiya sudida. Ya'ni o'sha apellyatsiya sudida oldingi qamoqqa olish sanksiyasida ishtirok etgan davlat ayblovchisi, ya'ni Suhrob Qurbonov apellyatsiya sudida, ya'ni eski apellyatsiya sudida ishtirok etgan Suhrob Qurbonov va yangidan ko'rilgan apellyatsiya sudida Suhrob Qurbonov ishtirok etdi. Rad qildirdi. Ochiqchasiga. Sudga ochiq rad qiling dedi. Ochiqchasiga o'yin bo'ldi. Sud yopiq bo'ldi, lekin hech kim meni qo'llab-quvvatlaydigan boshqa shaxslar, kuzatuvchilar yo'q. Ombudsmanning vakili o'sha vaqtda men iltimos qildik. Kim edi? Ismi hozir esimdan chiqib qoldi. Abdurashid aka edi, adashmasam. Sud majlis zalidan sud kotibi haydab chiqarib yubordi. Sudga kirgizdirmadi. Bo'lgan holat bular. Endi 2021-yil 4-oktyabr kuni turmush o'rtog'im Sattorov Malika narsa buyumlarini uydan olib ketish bo'yicha mahallamizga borgan vaqtda meni ham chaqirtirdi. Men borsam ular ketib qolgan ekan. Endi bu yerda bitta video borda. Mana. Mana. Bu yerda mana shu video bo'lgan, yana bir soatlab olingan, mana mahalla raisi. Mahalla raisi turibdi. Lekin nima uchun mahalla raisini Jumay bayramini so'roq qilmagan? Turmush o'rtog'im borgan. 4-oktyabr unda ko'karish bo'lganmi yo'qmi? Tan jarohat bo'lganmi yo'qmi?
Nima uchun uni so'roq qilmagan? Bu kirgizish kerak bo'lgan bu mahallaga borgan. Mahallaga men ham bordim. Mahalla faollari ko'rgan bo'lsa, uni tan jarohati bormi yo'qmi? Ekspertiza xulosasida uning o'ng ko'z tagida ko'karish beryapti. Lekin men uyimdan ketgan vaqtdan 4-oktyabr xonim ko'karish bo'lmagan. 1-oktyabrdan kundan buyog'iga men turmush o'rtog'im qaytib ko'rmaganman. Lekin bu mahalla raisi ham ko'karish yo'q edi deyapti. Ko'karish qayerdan paydo bo'lib qoldi? Eng qiziq holati ekspertiza xulosasida men o'ng ko'zimga urdi deb bermaganda, o'z so'zidan aytyapti. Meni deyapti, ekspertiza xulosasida belimga tepdi deb bergan. Lekin ekspert belida jarohat demayapti, o'ng ko'zida deyapti. Yana bir joy almashib qolganda, Surxondaryo viloyat sud tibbiy ekspertizasida bu o'ng ko'zi beli bo'lyapti, beli o'ng ko'zi bo'lib qolyapti, joy almashib qolyapti-da. Texnik xato bo'lishi mumkin emas. Chunki 4 ta ekspertiza xulosasini, bitta ekspertiza xulosasini qayta-qayta takrorlab bergan. O'z so'zidan aytyapti, shaxs aytyaptiki, jabrlanuvchi sifatida borayotgan bo'lsa, meni deb belimga tepdi deyapti. Lekin belida jarohat yo'q, o'ng ko'zida ko'karish chiqarib beryapti. Lekin bu yerda mahalla raisi ham deyapti, o'ng ko'zida ko'karish yo'q deyapti. Bu so'roq qilinmagan, bular hech chaqirilmagan. Bu video syomka jinoyat ishi materiallariga qo'shilmagan. Eng qiziq holatlardan bittasi. Bunaqa video materiallar menda olingan, men aniq dalillarni isbotlaydigan materiallar mana turibdi-da, menda bor mana. Mana bo'lgan holat. Mana 3-bir pichoq ko'tarishga kelyapti. Agar men aksincha shuni men ish qilganimda, mana bo'lgan holat shu. Bo'lgan holat mana shu. işte men qilganimda Bu yerda shu video bor. Mana shunaqa videodan 5 ta video bor. Endi tergovchi Jumageldi Sattorov nima qilyapti? Eng qiziq holatda. Jumageldi Sattorovning mana bu yerda ana ayblanuvchining dastlabki tergovda keltirgan vajlarini rad qilish haqida qaror deyapti. 2022-yil 27-yanvar kuni. Ya'ni 92-kuni bir kunda meni Jinoyat kodeksi 119-moddasi 3-qism B bandi va 168-modda 1-qismini ayblab berayotgan vaqtida qilgan qaror. Hamma narsa bir kunda bo'lyapti-da. Bir kunda 92-kun bo'lyapti. Qarang. Beryapti. Jumageldi Sattorov yozyapti mana. Mana yozyapti. O'qib beraman. Yusuf Oybekning men taqdim qilgan DVD disklarda deyapti. Nomli video faylning 2-daqiqasi 28-soniyasida hamda 3-daqiqasi 49-soniyasida mana Sattorov va unga qaychi bilan tashlangan vaqtda uni bir shapaloq urganligi to'g'risida gaplari, holatlari mavjud deyilgan. Shu videoni topib bersin menga. Men hamma ishimni bo'ynimga olaman. Qanaqa shunday bo'ynaman? Shunaqa video bormi-kan? Shu videolar menda turibdi, lekin unaqa joyi yo'q-da. Men xotinimni urdim, bir shapaloq degan joyi ham yo'q, so'kdim degan joyi ham mavjud emas. Bular kashfiyotchimi, bir Vangaga o'xshab falochyaptimi? O'ziga o'zi narsani yozib tashlavergan. Xohlagan narsasini olgan mana. Mana shu videoni topib bersin. Jinoyat ishi materiallarida bunaqa video mavjud emas. Men ayolimni urdim degan joyi yo'q. Bunaqa video ham mavjud emas. O videolar menda turibdi mana. Men jazo muddatini tegishli qismini o'tab kelib, mana men olayapman. Mana menda turibdi. Mana tergovchining qaror qismida. Men urganligimni aytgan. Xo'p, men turmush o'rtog'im bilan oilaviy munosabatda Meserbat hamda guvoh kirgizgan. Xohlagan narsasini yozavergan. Xohlagan narsasini yozgan, shuni ayblab bergan. Ayblab bergan. Endi qarang, bu yerda men tergovchining bu qilgan xatti-harakatlari juda bir-biriga qarama-qarshida. Mana qarang. 2021-yil 28-oktyabr kuni bo'lyapti. Jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risida qaror qabul qilyapti mana. 2022-yil 27-yanvar kuni meni ayblab jinoyat ishini yopyapti. Tamam. Mana. Mana. Mana yopyapti, jinoyat ishini yopyapti. Tamam. Boshqa ish qilmagan. 92 kun hech narsa yig'magan u. Faqat menga qarshi odamlari so'roq qilgan. Menga qarshi odamlar kim? U qarshisi ham uning onasini so'roq qilgan, Misirbat ham so'roq qilgan. Mendan 4 ta 5 ta uy nariyoqdagi qo'shnilar hech narsa ko'rmadim deb bergan ular ham va akasi chaqirib Anvarni guvoh qilgan. Va aka ham tirik murda ekanda. Yana gapirsa gap ko'p, tirik murda ekan. Endi eng qizig'i men o'z vaqtida turmush o'rtog'im bilan o'rtadagi oilaviy munosabatda mendan profilaka inspektori Egamberdiyev Baxtiyor tushuntirish xati olgan.
5-oktyabr kuni 5-oktyabr kuni ya'ni turmush o'rtog'imni ekspertiza xulosasiga ya'ni 6-oktyabr yuborishdan oldin tushuntirish xat oldim. Bu yerda hech qanaqa jinsiy zo'ravonlik bo'ldi, seni zo'rlabdi, nomusiga tegibdi degan joyi yo'q bo'lganda, faqat narsalarimni bersin, erim so'kdi, haqorat qildi degan gap bo'lgan. Bu yerda hech qanaqa bir meni urib tashladi, tepib tashladi degan joy bo'lmaganda, mana oddiygina mana tushuntirish xatim turibdi mana 2021-yil 5-oktyabr kuni bo'lgan. Va men Angor tuman ichki ishlar bo'limiga borib ariza bilan murojaat qilganman. Turmush o'rtog'im bilan oilaviy munosabatda 3-shaxslar, ya'ni ishtirok etmasin. Oilamning buzilishiga akasi, onasi sababchi bo'lmasin deb men ariza bilan murojaat qilganman. Tamam. Bu yerda hech qanaqa jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq bo'lgan jinoyat haqida gap bo'lmagan. Mana men tushuntirish xatim turibdi. Bu yerda hech qanaqa u haqida turmush o'rtog'im shunday deb aytyapti, shunaqa holat degan gap bo'lmagan. Eng qiziq holatlardan yana bittasini men hozir sizlarga keltirib o'tib ketaman. Men 5-oktyabr kuni ariza bilan murojaat qilyapmanman. 6-oktyabr kuni turmush o'rtog'imda ekspertizaga Egamberdiy bog'chiga, ya'ni profilaktik inspektor yo'llanma bergan. Jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyat bo'yicha. Endi qarang. Mana bu turmush o'rtog'imning yozgan arizasi. Lekin bu asl ariza emas edi. Qarang. Angor tuman tergovchilar boshlig'i Sherzod Shomurodov qabul qilgan. Forma 2 ga qo'yilgan va chestasi 6-oktyabr kuni. Bu yerda yozilyapti. Kitobiy tilda abzas tashlab yozdirtirgan, chiroyligina qilib yozdirgan. Kimdir buni yuridik bilimni chiroyligini o'rgatgan. Ya'ni ushbu arizani yozishimdan maqsad deyapti. Kitobiy tilda 2021-1-oktyabr kuni taxminan soat 19:00 larda chamasi yashash uyimda turmush o'rtog'im Yusuf Oybek meni zo'rlamoqchi bo'lib urdi deb yozgan. Ushbu ishni turmush o'rtog'im deyapti, muntazam ravishda deyapti, muntazam kitobiy so'zda menga nisbatan sodir etib keldi deyapti. Menga deyapti sud tibbiy ekspertizaga yo'llanma qaror berishingizni so'rayman deb kitobiy tilda yozilgan, imzo qo'yganda. Endi qarang, bu yerda eng qiziq holat ushbu ariza, ya'ni meni qamoqqa olingandan oldin dastlab 2021-28-oktyabr kuni tergovchi Jumagildi Sattorov meni telefon orqali chaqirtirib, chaqiruv qog'oz bermasdan chaqirtirib, meni dastlab tushuntirish xati oldi. Yaxshi tushuntirish xati olib, imzo qo'ydirib, men aytdim, bu yerda jinsiy zo'ravonlikning nima aloqasi bor? Buni nimaga buni kirgizyapsan? Sof endi bilan nima aloqasi bor? Ha, uyda bor, turmush o'rtog'imniki bor, uyda borda narsa buyurganini aytganman. Bor, haqiqatan shunaqa narsa bordi. Bu yerda hech qanaqa negativ yo'q. Ko'rsatma bergandan keyin imzoni qo'ydirib, meni ariza bilan tanishtirdi. Ushbu arizaning sanasi 7-oktyabr kuni edi. Forma 2 emas, forma 1 edi. Bu oxirida men tergov protsessi yopilishda, ya'ni 2022-yil 27-yanvar kuni 92 kundan keyin ushbu ariza o'zgardi. Shu ariza faqatgina turmush o'rtog'im edi, Yusuf Oybek degan joyi yo'q edi. Shu qo'shildi, sana 6 ga o'zgartirildi, ya'ni ekspertiza kuniga va forma 1 ida forma 2 qilindi. Ariza o'zgartirildi. Va men o'sha arizani to'g'ridan-to'g'ri jinoyat ishi materiallarida o'sha bayonnomaning qismiga ham, arizaga ham yozib ketganman agar qolgan bo'lsa. Mana arizani soxtalashtirdi, chunki ekspertiza kuniga o'zgartirib qo'ydi. Men aytganman tergovchining o'ziga ham. Va ish soxtaligi ko'rinib turibdi. Endi 2021-4-oktyabr kuni o'sha mahalla raisida to'g'ridan-to'g'ri Jumayev bayramida ekspert tergovchi so'roq qilish kerak. Lekin mening foydamga bo'ladigan shaxslar so'roq qilinmagan. Bu yerda umuman baqa chaqirtirilmagan. Endi 2021-1-oktyabr kuni turmush o'rtog'im Sattorovga uydan narsa buyumlarini olib ketayotganda olingan video tasvirlarda turmush o'rtog'im Sattorovning hech qanday bir joyida tan jarohati, yirtilish, qonash tasvirda mavjud emas. Deylik 2021-1-oktyabr kuni soat 7 da men uni urgan ekanman. Tasavvur qiling, bitta inson urug'iga beliga tepyapti, sochidan sudrayapti, poyezdiga olib chiqib poyezdga tashlamoqchi bo'lyapsiz, uni tan jarohat yetkazyapsiz. Video tasvir olinyapti, kechqurun soatda 4 soatdan keyin narsa buyumlarini olib ketib 23:00 atrofida, ya'ni Misr aytganimga telefon qildi degan vaqtlarda elinyapti. 4 soat ichida video syomka hech qanaqa tan jarohati. Vaholanki insonga bitta tan jarohati bitta ursangiz
Grita deylik 1 daqiqa, 2 daqiqa ichida shish paydo bo'ladi, qizarish paydo bo'ladi. 30-40 daqiqa ichida o'zini ko'karish paydo bo'ladi. Katta shish paydo bo'ladi. Hech qanaqa tan jarohati yo'qda, yirtilish ham yo'q, hech narsa yo'q. Hech qanaqa tan jarohati yo'q. Video tasvirda hech qanaqa tan jarohati mavjud emas. Lekin ekspertizada o'ng ko'zida tan jarohati aniqlab beryapti. Bu ekspertizaga bilmasam aytgan narsasini yozib beraverganman. Yuqoridan telefon qilganman ham. Eng qiziq holatlardan yana bittasini 2021 4-oktyabr kuni turmush o'rtog'im Sattorov Malik aka Saharov va Rajab Oygullar bizning mahallamizga kelgan, narsa buyumlarini olib ketish uchun kelgan. Kelgan vaqti nima uchun profilaktika inspektori yoki boshqa shaxslar oilani saqlab qolish uchun harakat qilmadi, yuzlashtirmadi. Oilani saqlab qolish mumkinmi? 69 kun yashagan yosh oila, bu yerda hech qanaqa jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq masala yo'q-ku bu yerda. Oila markazi degan narsalar bor. Hokimliklar yosh oilalarni quvvatlash markazi bor. Oilani saqlab qolish uchun harakat qilsa bo'larmidi? Biroz oldindan o'tsa bo'lar, shunaqa holat bo'lyapti ekan. Deyish mumkinmidi? Unaqa holatda to'g'ridan-to'g'ri qamoq bo'lyapti. To'g'ri, sanksiya berilyapti, qamalyapti, tamom. Bu haqida biron bir ma'lumot berilmayapti. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 187-moddasi ekspertning xulosasi surishtiruvchi, tergovchi va sud uchun muqarrar dalil kuchga ega emas deyilgan. Mana qo'limda Jinoyat protsessual kodeksi turibdi. 187-moddani ochamiz. Ekspert xulosasini baholash. Ekspertning xulosasi surishtiruvchi, tergovchi yoki sud uchun muqarrar dalil kuchga ega emas. Xulosaga qo'shilmaslik qarorda yoki ajrni asoslab berilishi lozim deyilgan. Bu Jinoyat protsessual kodeksda. Endi ushbu kitob mana bu kitobga ham tushadi-da, sud tibbiy fanlar nomli kitobga. Chunki bular ikkalasi bir-biriga bog'liq narsalar. Lekin bu narsalarni tergovchi ham, sud ham inobatga olmagan. Endi bunda nima deyilyapti bu kitobda? Bu kitobning 495-betida yozilgan ekan. 495-bet. Mana shu 495-bet mana. Mana seksual jinoyatlar deb qo'ydi, 2-bob. Mana yozib qo'yibdi, seksual jinoyatlar. Endi buni nima deyilgan? Bunda deyilgan, mana bunga kiril alifbosiga ko'chirib olganman. Sud tibbiy fanlar nomli yuridik adabiyotning seksual jinoyatlar bobida bitta ekspertning shaxsiy tajribasi seksual jinoyat dinamikasining absolyut obyektiv mezoni sifatida xizmat qila olmaydi. Chunki bitta mezon faqat ushbu ekspertning faoliyat ko'rsatkichi bilan baholanmaydi, deyapti. Ya'ni bitta ekspertning o'zining tajribasidan kelib chiqqan davomidagi, ya'ni bitta jinoyatni yoki bitta insonni ekspertiza qilib, qolgan ekspertiza xulosalariga hammasi shunaqa bo'lib chiqar ekan, hammasi shunaqa zo'rlaydi ekan degan xulosalarga to'g'ri kelmaydi, deyapti. Bitta ekspertning xulosasi, ya'ni bitta barmog'imni tiqib ko'rdim, silliqlandi degani bu jinsiy zo'ravonlikni sodir etdi degani emas. Jinoyat protsessual kodeksida xuddi shunaqaki mazmun beryapti. Bitta ekspertning xulosasi deyapti, surishtiruvchi, tergovchi yoki sud uchun muqarrar daliliy kuchga ega emas deyapti. Xuddi shu narsani sud tibbiy fanlar nomli kitobda ham xuddi shunday deb beryapti. Chunki bitta ekspertning xulosasi bilan bitta to'xtamga kelish mumkin emas. Hamma narsa to'xtamni Surxondaryo viloyatining sud tibbiy ekspertizasi berib qo'yapti. O'zlarining bergan xulosasini o'zlari tasdiqlab beryapti. Hop, silliqlangan bo'lsa, men nima qilay? Yana qaytadan aytaman. Men nima qilay? Men aybim nima? Men nima qilay? Endi bu yerda chiqarilgan sud hukmi ham ekspertning silliqlanishini sezdim deb bergan, oxiriga yetmagan uzuq yo'liq fikrlarga asosan hukm chiqarilyapti-da. Uzuq yo'liq, ya'ni deydi mish-mish gaplarga asosan chiqarilyapti hukm. Jinoyat ishlari bo'yicha Angor tuman sud raisi Suyim Bo'tayev turmush o'rtog'im bilan masalan bo'lgan oilaviy munosabatda uning yoshi 31 yoshda, u voyaga yetmagan bir qiz emas, 31 yoshda ongli ayol kishi. 31 yoshda bo'lyapti. Endi undan spermazoid, DNK, shilinma, suyuqlik, qon dog'lari, zo'rlash bilan bog'liq biron bir tan jarohatlari sud tibbiy ekspertizada aniqlanmagan bo'lsa-da, menga nisbatan 8 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jinoyat protsessual kodeksining 467-moddasi talablariga muvofiq hukmda menga chiqarilgan
jazo muddatini u asoslab tasdiqlab berish kerak edi. So'yin Bo'tayev menga chiqarilgan hukmni asoslab bera olmagan. Tushuntirib berilmagan. Siz nimaga menga nisbatan shunaqa hukm chiqardingiz? Meni ayblab ozodlikdan mahrum qildingiz, menga isbotlab bera olmagan, dalil keltirib bera olmagan. Shundayga hukmni o'qigan, shunday yopganda apellyatsiya yozdida shuni chiqib ketdi. Aslida Jinoyat protsessual kodeksining 467-moddasi asosida menga tasdiqlab, menga chiqarilgan hukmga izoh berish kerak. Falon degansan, senga mana shunday hukm chiqardi. Sen aybdorlik ishlari bilan isbotini topdi deb isbotlab bera olmagan. Dalil mavjud emas. Shuni ko'rana Angor tuman prokuraturasi bo'lim prokurori, ya'ni davlat ayblovchisi Dilshod Ibragimov menga 15 yilga ozodlikdan mahrum qilish so'radi. Ya'ni jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq g'ayri-tabiiy usulda zo'rlashga 13 yil 6 oy, 168-modda bo'yicha 1 yil 6 oy, umumiy hisobda 15 yilga ozodlikdan mahrum qilish so'radi. Men unga aytganman o'sha vaqtda ham qarg'a 300 yil yashaydi dedim. Qarg'aga so'raganda so'rayapsan dedim. Meni 15 yil so'radi dedim. Kamni qiladi 15 yil menga. 15 yil bersang ham qaytib chiqib kelaman. Adolat dedim, egilishi mumkin dedim. Haqiqat egilishi mumkin lekin sinmaydi. Balki yuzaga chiqar bir kun. Mana yuzaga chiqayotgan shuda. Mana shuncha isbot dalillar keltirib berdim. Ularning ba'zi sharmandali holatga tushib qolganligi shu. Prezidentimizni olib borayotgan adolatning siyosatlariga, mana shu intervyulariga, selektorlarga gapirgan gaplarga qarshi harakatlarini bildirib qo'yyapti. Bu adolatsizlikning yaqqol namunasida. Bu yerda agar ularda vijdon bo'lganda bu ijtimoiylarni olib chiqmasa, haqqoniy olib chiqardi. Yana bitta misol uchun men misol keltirib aytaman. Mana men lavzim topib mana shu narsani men hozir qo'yib beraman mana shu yerda. Agar men qilolmay qolsam shuni, sizga da'vo qilmaysizmi kerak aka? Menga da'vo qilmayman aka. Da'vo qilmagan shu ishdan kelaman aka keyin. Bo'ldi uka, siz agar shunday qila olmasangiz menga da'vo qilmang. Keyin sizlarni ishdan keyin o'taman aka keyin. Keyin aka. Menga yerda turib o'tkazgandan keyin menga aqlni bermaydigan bo'lsa, keyin da'vo qilaman aka. Bu meni hurmat beraman. Mana bu aytyapti, men 3 ton keyin yuraman. Misrbatdan 3 ton qachon kerak ekan? Qursin nomiga hozir ham o'tkazib beraman. O'g'il bolasi o'zi. Qursin. U bilan men shartnoma qilganman 170 million so'm bor. Men uni aybim yo'q. Quraman deb, aka men da'vo qilmayman deb sizga deyapti. Men da'vo qilsam deyapti, men ishdan keyin yuraman deb. Ishdan keyin yursin. Gapiga javob qilsin. Yana qo'pol qo'yayotgan deysiz qilsin gapiga. Qurilish montaj ishlarini qilmayapti, men qamoqqa olinib qolyapman. U men ustimdan yozyapti. Yusuf Oyev menga yer sotdi, falonchi bilan. Men u yer sotganim uchun guvoh ham o'zida qarshi shartnoma qildik. U yerda biz qurilish montaj ishlarini qilishimiz kerak. Bo'ladigan holat shu. Xohlagan odam masalan chetdan kelyapti, investitsiya kirgizyapti, qaysi tadbirkor bilan ish qilyapti, hamkorlikda. U bilan biz hamkorlikda ish qilishimiz kerak. U qarshi shartnoma qildik. Biz unda men 20 million pul olganim ham yo'q. Lekin pulni menga to'g'ri bermoqchi bo'ldi. To'yimga yordam qildi, to'yingizda to'yana dedi. Shu qizga uylaning, mana shu qiz yaxshi qiz ekan, tavsiya qildi, shu bilan to'yimiz bo'ldi. 24 kuncha to'y qildi. Tamam, bo'lgan holat shu yerda. Yerda bir tragediya ham bo'lgan, bu yerda bir boshqa narsa ham, uni men aldasham niyat bo'lmagan. Mendan u 20 million so'm pul so'ragan ekan. Tergovchi Jumagilni Satar mana bu audio zapislarni eshitmayapti. Berib katta hajmdagi audio zapis bilan eshitib chiqish uchun juda ko'p vaqt ketadi. O'shaning uchun tegishli joyini qo'yib beryapman. Kerak bo'lsa men buni taqdim ham qilyapman. Yaqinda ham taqdim qildim, yana taqdim qilishga tayyorman. Mana Misrbatxonning 2020-yildagi video zapisi. Audio zapisi ham bor, video zapisi ham bor. Endi hech qanaqa firibgarlik yo'li bilan pul olinmagan, tilxat yozilgan, mehnat qarshi shartnomasi qilgan, ishonchnoma ikki taraflama tuzilgan, ariza berilgan, tilxat yozganmiz, video syomka qilingan. Bunda qanaqa firibgarlik alomati bo'lishi mumkin? Firibgarlik bu yerda hech qanaqa firibgarlik yo'q bu yerda. Bu audio zapislarni umuman inobatga olmayapti, hech kim eshitmayapti. Bu aslida yangi ochilgan holat hisoblanadi. Bu materiallarni qo'yish kerak. Jinoyat protsessual kodeksining 522-moddasida yozib qo'yibdi mana bu yerda. Kattagina qilib. Meni bilmadim, men yurist emasman, advokat emasman, lekin shuncha harakat qilib tushuntirib beryapman, balki tushunishni xohlamayapti. Sudlar dalil yetarli emas deydi. Bular bo'lsa yangi ochilgan holat hisoblamaydi deyapti mana. Jinoyat protsessual kodeksining 522-moddasida yozib qo'yibdi. Yangi ochilgan holatlar tufayli ish yurituini qaytadan boshlash deb yozib qo'yibdi. Yangi ochilgan holatlar sudning hukmi va ajrimi qonuniy kuchga kirgan paytdan mavjud bo'lgan, biroq sudda ma'lum bo'lmagan holatlar aniqlangandan keyin, ya'ni o'sha qarshi shartnomalar, video syomkalarni men qayta topdim. Jazo muddati o'tab
kelganidan keyin tergovchi Jumagildi Sattar va Mr. Batham qarshi shartnomalarini yo'q qilgandan keyin men uning tegishli o'zimga olib qo'ygan bir flash kartaga olib saqlanib qolgan joyimdan topdim. Bir joyga yashirib qo'ygan joyim bo'lgan, zapas yana bitta. O'sha nogahon topib oldim. Bu materiallarni men topdim. Bu men yangi ochilgan holat hisoblanadi. Bu yerda Mr. Batham yolg'on guvohlik berganlar. Bu yerda tergovchi Jumagildi Sattorov soxtakorligi, men bergan materiallar qo'shmaganlar. Mana endi nechun materiallar menda mavjudligi bu bo'yicha yangi ochilgan holat hisoblanadi. Bu bo'yicha ish noto'g'ri malakalangan, ya'ni noto'g'ri klassifikatsiya qilinganligi bo'yicha yangidan ko'rib chiqish kerak bu ishda. Bu nafaqat 168, 119-moddadan shunday ko'rib chiqish kerak. Bu yerda hammasi bor, soxtalashtirishga bilinib turibdi. Mana bu yerda yozib, yangi ochilgan holatlarga quyidagilarni va jabrlanuvchining yoki guvohning bila turib yolg'on ko'rsatma berishi, ekspertning bila turib yolg'on xulosa berganligi, mana shu aytgan hamma narsam o'sha narsaga tushadi. Mr. Batham yolg'on guvoh. Mr. Batham men telefon qilib 2021-yil deylik 21-oktyabr kuni soat 23:00 da unga telefon qilib aytgan bo'lsam, audio zapis bormikan? Yo'q, taqdim qila olmayapman. Aytgan narsasini aytaveraveradi, yozib yuboraveradimi? Ayblab beraveradi. Xo'p, men tergovchi qaror qismiga ko'rib Yusuf Oybek Murodovich deyapti, turmush o'rtog'ini video syomka taqdim qilgan, uni urganligini tasdiqlovchi gaplar mavjud deyapti. Yozgan. Lekin o'sha videoni taqdim qila olmayapti. Qani isbot? Tergovchi Jumagildi Sattorov menga ko'rsatsin, sen mana bir shapaloq urdim yoki uni beliga tepdim degan video zapising bor deb ko'rsatsin, men taqdim qila olmayapti. Yo'q unaqa material. Yoki bo'lmasa ekspert Kurmashova. Mana ekspert Kurmashevaning guvohni so'roq qilish bayonnomasi. Kurmasheva ekspertga. Mana o'zining bergan guvohnomasi. Men mana o'qib beraman sizga. Eshiting. Sud savol deyapti. Sud tibbiy ekspert tekshiruvi vaqtida aniqlangan fuqaro Sattorov malikaning orqa chiqaruvchi teshigiga atrofli o'zgarishlar yetkazilgan vaqtda ko'ra 2021-yilning 26-sentyabr kuniga to'g'ri keladimi? Lekin holat 2021-yil 1-oktyabr kuni deyapti. Mayli 26-sentyabrga ham bir hafta oldinga ham roziman. Unisiga javob deyapti. Sattorov malikaning orqa chiqaruvchi teshigiga atrofli o'zgarishlar, ya'ni sfikta tonusning pasayishi, nur-simon burmalarning birozgina silliqlash bir marotaba tashqi ta'sirdan emas, balki bir necha marotaba muntazam tashqi ta'sirdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin deyapti. Aniq demayapti. Endi qarang. Chunki silliqlanish bo'lishi bir necha marotaba tashqi ta'sir bo'lishi kerak. Lekin ushbu holatning qachon kelib chiqqanligi ekspertiza tekshiruvi vaqtida aniqlashning imkoni mavjud emas. Chunki fuqaro tekshiruvga kech murojaat qilgan deyapti. Mana. Vaqt aniq emas ekan. Vaqt aniq bo'lmasa men nima qilay? Vaqt noma'lum deb beryapti. O'tgan zamonda bo'lganmi? U tug'ilgan payti bo'lganmi? Yoki o'sha uning o'zida aniqlangan somatik kasalliklar, ya'ni unda aniqlangan bavosir, ya'ni gemoroy bilan bog'liqmi? Unga qo'yiladigan masala uchun dori qo'yadi, svicha qo'yib yurganmi, klizma qo'yib yurganmi? Shu bilan bog'liqdir balki. Silliqlangan bo'lsa men aybim nima? Mana Kurmashevaning bergan so'roq bayonnomasi. 205-jinoyat ishining 205-varaqi. Mana yozib qo'yibdi. Yana qayta o'qib beraman, mana shu joyini o'qib beraman. Savol deyapti. Qaror qabul qiluvchi savol beryapti. Sud tibbiy eksperti tekshiruvi vaqtida aniqlangan fuqaro Sattorov malikaning orqa chiqaruvchi teshigida atrofida o'zgarishlar yetkazilgan vaqtiga ko'ra 2021-yil 26-sentyabr kuniga to'g'ri keladimi? Javob beryapti. Sattorov malikaning orqa chiqaruvchi teshigiga atrofida o'zgarishlar, ya'ni sfinkter tonusining pasayishi, nur-simon burmalarining birozgina silliqlanishi bir marotaba tashqi ta'sirdan emas, balki bir necha marotaba muntazam tashqi ta'sirdan bo'lganligi kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Chunki silliqlanish bo'lishi uchun bir necha marotaba tashqi ta'sir bo'lishi kerak. Lekin ushbu holatdan qachon kelib chiqqanligini ekspertiza tekshiruvi vaqtida aniqlashning imkoni mavjud emas. Chunki fuqaro tekshiruvga kech murojaat qilgan deyapti. Men nima qilay, kech murojaat qilganmiz? Men nima qilay? Menga turmushga chiqishdan oldin ekspertizani o'tib kelsin edi bo'lmasa. Bor yo yo'q deb. Men nima qilay? Men aybim nima? Ekspert o'zining bergan ko'rsatmasiga o'zi qarshi guvohlik beryapti-da. Vaqt noma'lum ekan. Endi bu holatlar o'z aslida yangi ochilgan holat hisoblanadi. Bu Jinoyat protsessual kodeksining 522-moddasida yozib qo'yibdi. Guvohning jabrlanuvchining ekspertning yolg'on guvohlik berganligi isboti. Qarshi shartnomalar yashirgan, video syomkalar yashirgan, yolg'on guvohlik bergan, Oybek menga yer sotganligi bo'yicha guvoh bormikan? 20 million so'm sanab olganligi. Guvoh yo'q.
qarz shartnomasini men nima uchun qildim? Men notarial ishlarni nima uchun qildim? O'zimni strafovkamni olib, o'zimni xavfsizligimni olib, shu jinoiy javobgarlikka tortilmay, shu bolani ham kuyib qolmasin deb qarz shartnoma qilib, bo'ynimni shuni nima deydi? Bo'ynimni kundaga qo'yib, mana shunga borib qarz shartnoma qildim. Ishonchnoma berdim unga. Meni nomimda imzolar kiritishga, da'vo arza kiritishga, xohlagan qurilish, montaj ishlarini qilishga. Undan ham xuddi shunday direktor lavozimini men oldim. Ishonchnoma bor, ikki tarafdan. Ariza, notariusdan arizashnoma qildik. Tilxat, video syomkalar bor. Ularning birontasi inobatga olmay, notarius idorasini unday bo'lsa yopish kerak. Notarius bizga kerak emas. Meni u notarius idorasi Oliy sud plenumining qarori himoya qilmasa, u qarorlar bizga kerak emas. Bugungi kunda amaliyotda ishlamayapti qonunlar. O qonunlarni bekor qilish kerak. Prezident bu yerda jon kuydirib gapiryapti. Xalq nima uchun norozi bo'lyapti deyapti. Chunki bizning chiqargan qarorimiz xalqning foydasiga emas, zarariga ishlayapti. Hozir mening holatimda men ham xalq qilib hisoblanadigan bo'lsam, mening zararimga ishlayapti. Oliy sud plenumining qarori ham, u video syomkalar ham, tasvirlar ham bu notarius idorasida tasdiqlangan hujjatlar meni himoya qilmayapti. Faqat u taraf himoyasini qilib beryapti. Qani bu yerda adolat, qani bu yerda shaffoflik, qani biz qurayotgan kelajak? Shumi bizning kelajakimiz? Nima deb qilamiz? Men majburman ijtimoiy tarmoqlarga chiqishga. Prezidentimizning olib borayotgan siyosatiga aniq gapirayotgan gapga qarshi ish bo'lyapti. Nima uchun tergovchi Jumagildi Sattorovga bugungi kunda jinoyat ishi ochmaydi? Muttaham joyi bormi, qarzdorligi bormi? U ham jinoiy javobgarlikka tortsin, noto'g'ri qildim, provokatsiya qilyapman, mening materiallarimni yashirdim. Yerda men bergan ayblov xulosasini agar aytmasam ham bor, kirgizib izoh berib ketganman. Har bitta holatga izoh berib ketganman. Jumagildi Sattorovga izoh berib kirgizib ketganman. Mana nima uchun buni inobatga olmaydi? Hech kim aytdi. Mana men yozib qo'ydim. Men so'roq bayonnomamni o'qib chiqdim. Menga qo'yilgan ayblovga umuman iqror emas, menga tuhmat qilyapti va tergovga bor yo'g'i bir marotaba chaqirtirildim. Menga sud ekspertizasi tayinlanishi lozim edi deb mana imzo qo'yyapman. Eng qiziq holati 2022-yil 27-yanvar kuni menda pul to'langan, orderi bor, shartnoma qilgan ikkita advokatim bo'lgan, Sharif Komil va Chorshanbek Beknazar. Pul to'langan, shartnomam bor. Advokatim bo'la turib, menga advokatlardan voz kechirish haqida ariza yozdirib olib, menga davlat tarafidan mana bu soxta, ya'ni navbatchi advokat deb bergan, Odil Allamardonov deb bergan. Tergovchining shunaqa, bularning shunday o'yini borki, shunday qiladi. Tergovchi shu 2022-yil 27-yanvarda nima ishni qo'lladi bilasizmi? Bu yerda qilayotgan ishi u meni ertalab soat 6 da tergov hibsxonasidan olib keldidagi och qoringa saqladi. 27-yanvar sovuq. Yoz bo'ladigan bo'lsa siz suvsizlikka saqlaydi, siz issiqda ezilib ketasiz. Qilmagan jinoyatingizda bo'yningizga beradi. Lekin men shunday holatdan bo'ynimga olmaganman. Iqrorman demagan. Menga shunaqa bosim bo'ldiki, men och qoldim. Menga ko'rsatma olish mana 18:49. Ko'ryapsizmi? Endi bu o'sha kunning o'zida bo'lyapti. Endi qarang. O'sha kunning o'zida mening tobim qochib qolyapti. 16:29 tez tibbiy yordamdan menga birinchi yordam ko'rsatilyapti. Men holsizman, men yaroqsizman ko'rsatma berishga. Advokatim yo'q, ikkita advokatimdan voz kechish haqida yozdirib olgan tergovchi so'roqdan. Mana yozib qo'yibdi. Yurak siqilishi, havo yetishmasligi, kun bo'yi davomida o'zini yomon his qilish, asabiylashish. Sovuq ter chiqishi, sog'lig'i yaxshi emas, maslahat beriladi deb menga qanaqadir dori ichirganligi haqida yozib ketilgan. Vrach imzo qo'ygan. Mana tibbiy yordam mashinasini. Mana buni men advokat so'rovnomasi bilan buni men olganman. Mana turibdi. Mana haqiqiy hujjat. Mana. Ham men advokatimdan voz kechirtiryapti. Davlat tarafidan advokat beryapti. Mening sog'lig'im yaxshi emas. Meni hamda ikkita jinoyat ishi bilan meni ayblab beryapti. Bir kunning o'zida bilan 92-kun bo'lyapti. Ham jinoyat kodeksining 119-3-qismi B bandi va 168-modda 1-qismi bilan bo'lyapti. Ham meni jabrlanuvchi deb topilgan turmush o'rtog'im bilan yuzlashtiryapti. Guvohlar bilan yuzlashtiryapti. Savol javob bo'lyapti. Menga 8 soatdan ko'p so'roq qilinyapti. Menga bosim bo'lyapti. Jinoyat protsessual kodeksining 88-moddasida mana yozib qo'yibdi. 88-moddada. Bu qonunlar ishlaganda edi, afsuski ishlamayapti. 88-moddada mana yozib qo'yibdi. Mana 88-moddada. Yozib qo'yibdi mana. Ikkinchi zo'rlik, po'pisa qilish, aldash, qonunga xilof va boshqa yo'llar bilan ko'rsatuv, tushuntirish xatti xulosalar olish, eksperimentlar harakatlarini bajarish, hujjatlar yoki buyumlarni tayyorlash, berilishga
Bu mumkin emas deyilyapti. Bu soxta deyapti, qo'pol aytganda. Tungi vaqt, ya'ni kechki soat 22:00 ertalabki soat 6gacha tergov harakatlarini olib borish mumkin emas ekan. Jinoyat protsessual kodeksining 88-moddasida va shaxsga uning protsessual huquqlari tushuntirilgunga qadar undan biron bir yozma va og'zaki ko'rsatmalar olish ham mumkin emas deyilyapti. Men o'zimni holatimni anglay olmayapman, holatim og'ir, menga g'ayritabiiy, noqonuniy usulda mendan ko'rsatmalar olinyapti. Bu Jinoyat protsessual kodeksining butun bandini o'qib chiqsam biz vaqtimiz yetmaydi. 88 ta band ekan. Uning har bitta holat buzilgan menda. Tungi vaqt 22:00 keyin meni so'roq qildi ular. Yuzlashtirdi. O'zi men tobim qochib, men ko'rsatib bera olmayotgan vaqtimni o'zida tibbiy yordam kelgan. Advokatimdan voz kechirtirgan. Ikkita advokatim bo'lib turibdi. Bu qonunga xilofmi? Qonunga xilof. Nima uchun bunga huquqiy baho berilmaydi? Ularga huquqiy baho berilish kerak o'z vaqtida, lekin hozir ham o'sha vaqtning o'zida huquqiy baho bermaydi. Chunki ularning jinoyat qilmishlarini yashirish bilan ovora bo'lyapti. Bu yerda. Endi men Misr Vatan Ro'zog'ul bilan o'rtamizda Angor tuman notarial idorasiga ishonchnoma, tilxat va boshqa hujjatlar Angor tuman IIB tergov Jumagildi Sattorovga ish materiallariga aynan qo'shish uchun berganman, lekin u ushbu jinoyat ish materiallariga uni qo'shmagan. O'zbekiston Oliy sud plenum qarorida firibgarlikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi qarorga agar shaxs o'zaro ixtiyoriy bitim, kelishuv, qarshi shartnoma, tilxat, kafolat xati, boshqa asosga ega bo'lgan hujjatlar bo'lsa, ushbu ish fuqarolik ish yurituvidagi ko'rilishi kerak bo'lgan. Aslida bizning ismimiz jinoyat tartibida ko'rilgan. Bundan tashqari masalan deyapti, mulkiy nochorligi, shartnoma tuzishda taraflar uchun asos bo'lgan vaziyatning jiddiy o'zgarib qolishi, yana qamalib qolishi, og'ir kasallik, favqulodda holatlar tufayli yana ushbu ishni bajara olmay qolishi, mulkiy unga bankrotlik e'lon qilib qolishi, biron bir favqulodda holatlar bo'lib qolishiga deyapti. Bu fuqarolik huquqiy munosabatda ko'riladigan ish deyapti. Bu yerda hech qanaqa jinoyat ishi deyilmayapti. Eng qizig'i 2021-yilgi Jinoyat kodeksining sharhida yozib qo'yibdi. 441 va 442 betlarda. Rustambayev degani ushbu Jinoyat kodeksining sharhida to'g'ridan-to'g'ri kiritib qo'yibdi. Jinoyat kodeksining sharhini ochib o'qib ko'rsin. Agar deyapti shunaqa hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, bu jinoyat emas deyapti. Lekin meni jinoiy tartibda shunday ko'rgan. Ongli ravishda qilgan. Chunki u tergovchi Ichki ishlar akademiyasini tugatib kelgan. Menga boshqa ko'chada mol boqib turib tergovchi bo'lmagan. Uning yuridik bilimi bor. U aytayapti-ku, ekspertizaga menga aytayapti, qilgan paytda bunday qilib bachodan devor ochilib ketgan, u homilasi tushgan deyapti. U homila tushish uchun asos bo'ladigan u ginekologmikan. Unaqa fikr bildiradigan. Mutaxassismikan. Unaqa bu mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, u tergov bo'limida ishlamasin, u bor ginekolog bo'lib ishlasin. Ya akusher bo'lib ishlasin. U o'zicha qaror qabul qilib olyapti, lekin yerda mutaxassis chaqirtirib, ushbu ishga tegishli bo'lgan mutaxassis so'roq qilish kerak. Bu yerda Kurmasheva emas, Kurmashev bu terapevt. Akusher ginekolog emas. Kurmashev akusher ginekolog bo'lsa, akusher ginekolog bo'lib ishlasin. Hamma ishga aralashavermasin. Masalan, oddiygina bitta misol keltiradigan bo'lsam, qiruvchi samolyot haydaydigan passajirsk, ya'ni fuqarolarni olib yuradigan samolyot haydalmaydi-da. Ikkalasi samolyot, lekin uchadigan. U mutaxassis bo'ladi-da. Harbiy texnikani haydaydigan fuqarolik texnikasini haydash mumkin, lekin fuqarolik texnikasi degan harbiy texnikani haydalmaydi, uni mutaxassis bo'ladi. Mutaxassis bo'lak-bo'lakda. Har bitta ishga tergovchi o'zining fikrini, o'zi xulosasidan qaror qabul qilib ketadi. Bu bo'yicha mutaxassis chaqirib so'roq qilinmagan. Kurmashevning fikri olingan bu yerda. Misr Vatan Ro'zog'uli to'y xarajatlariga deb akam guvohligida menga 20 million so'm pul berganda. To'g'ri, men o'g'il bolaman, aytayapman. To'yimda deb bergan u pulni. Uni menga firibgarlik uchun men olmaganman undan. Bergan. Lekin to'y tugagandan keyin 2021-yil 11-oktyabr kuni akam o'zining avtomashinasini hisoblab, unga qarzimiz topilgan, berilgan. Uning ishonchnoma hujjatlari bor, rasmiy hujjatlari bor. Turibdi. Lekin buning bo'yicha akamni nima uchun tergovchi savol javob qilmagan? So'roq qilmagan. Men buni to'g'ridan-to'g'ri so'roq bayonnomamda aytib ketganman. So'roq qil deganman. Hozirgi kunda bu narsa mana videosi turibdi, lekin nima uchun jinoyat ishi ochmayapti? Ochishga haqli berdi. Materiallar ham yetarli, lekin yopdi qo'yilgan.
Surxondaryo viloyati Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instantsiyasida 2022 yil 6-oktyabr kuni yangidan ko'rildi. Ushbu sud ajrimida turmush o'rtog'im Sattora Malikaning orqa chiqarib teshikda aniqlangan o'zgarishlar bo'yicha jarohat, yirtilish, yallig'lanish, shilinma, qonash va hokazolar deyapti. Izlar 3 kun muddat ichida bitib ketishi mumkin deb ko'rsatilgan. Kechirasiz. Ushbu 3 kun ichida bitib ketish kerak degan joyini hurmatli sudyalar qayerdan olib kirgizasizlar?